Rangsiz gullar, yurakka yo'l topadigan va ko'zda yosh, yurakda chandiq qoldiradigan hikoya. Yangi 72 qism 12 noyabr 2025 yil soat 21:45 da Sevimli TV kanalida namoyish etiladi. Aynan shu kechada tomoshabinlarni tuyg'ular girdobi, kechirilmagan xatolar va umid bilan to'la voqealar kutmoqda. Har bir sahna hayotning ozi, ba'zan og'riqli, ba'zan esa umidli. Qahramonlar sinovlardan o'tib, o'z taqdirini qayta yozishmoqda. Ularning ko'zlarida dard, yuragida esa yashirin orzular yashaydi. Ushbu qismda sirlar ochiladi, tanlovlar qilinadi va sevgi sinovdan o'tadi. Serialning eng katta kuchi – samimiyat va haqiqiylik. Aktyorlarning o'yini shunchalik tabiiyki, go'yo ularning iztirobi tomoshabinning yuragiga o'tadi. Rangsiz gullar hayotga rang beruvchi his-tuyg'ularni eslatadi. Sadoqat, kechirim, sevgi. Rangini yo'qotgan gullar ham yurakdan quyosh topganda yana ochiladi. Shu bois bu serial ko'rishga arzigulik haqiqiy san'at asari.